Bizi toychoq dushdan chiqmaydigan bo'lib qoldi. Sigiri chekyaptimi? Hozir somsaxonaga so'z qilaman. Dada o'lib qolaman shekilli. Chekasan hayvon, yana bir marta chekki, boshqa narsa chekasan. Ha, hayvon shuncha boylikni kimga qoldiraman? Bir hunar ham o'rganay demaysan. Qishloqqa borib itni ishlataman seni, yurmay yoqqa qo'yaman. Dada men sizga arab emas, meni big'illatib ishlatyapsiz. Men sen qo'yag'iga Xonsaroyda fazo loyihasida 22 oylik muddatli to'lovga white box holatda uy olib qo'yibman. Dada araba topaylik. Ming'illama hozir aravani o'rtasiga tepaman. Dada o'tiradigan apparat bor edi-yu. Sen o'rasan hayvon. Bir gektar turibdi hali. Tez ol. Nodirbek o'g'lim obedga chiq. O'g'lim obedga emas, shomga chiqar shekilli. Nodirjon o'g'lim. Nodir, tur ishga yaramayapsan. Seni sportga olib boraman o'g'lim. Ketdik dada. Dada men yomon qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, mujik bo'lasan, meni o'g'limsan, davay bos. O'g'lingiz o'lib qolmaydimi ish qilib? O'lib qolmaydi, sport bilan shug'ullansin. Bolangizni bo'ynisini yo'q. Qo'ya surtib qo'yamiz, yaxshi bo'lib ketadi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Vau, qanaqa atir sepasiz? Rosa shirin ekan. Qanaqa atir? Shunaqa tayinlayman. Kattalar yoshlar ko'rishsin, bir-birini bilishsin deyishuvdi. Shunga dadam ham keluvdilar ko'rishgan. Yaxshimisiz? Oshlaringiz bilan kelmas, narda o'ynab o'tirardik. Nimani hidi kelyapti? Qo'lingizni ko'taring-chi. Qo'ltiq ham qo'ltiq sho'ri bo'lib qopti-yu, kolonka bas beryapti. U bu narsa sepib chiqadi uchrashuvga. Yuringlar endi kelishga kelibsizlar. Sal bezbezroq ekan qizim. Shunga dadam ham biz bilan uchrashuvga chiquvdilar. Xijolat bo'lmayapsizmi? Ketdi unda aylanamiz. Jiddiy uyalchan ekan-a dada? Jiddiy emas, ancha. Shu dadam bekor chiqdimmi deyman-da. Tayyormisiz qaynota? Namgarchilik bo'lmadimi dada? Sela pasta bo'lib ketdi. Antoshka, paydim kapay kartoshku. Bo'ldi, janim jon ekansiz o'zi ham. Bo'lmasa ditskiga chiqdik. Hozir qo'limni tiqaman. Ha, yesanglar-chi, nan qaytiravermasdan. Sizni bir restoranga olib kirasiz deb o'ylovdik-da. Qanaqa restoran? Qizingiz bilan uchrashuvga o'zingiz mochilar chiqib oldingiz. Bo'pti, menga qarang, mashinangiz bormi o'zi? Mana bor, mana. Bu quyoshdan saqlaydigan bor. Olaman mashina. Nima mashinam bo'lsa nima bo'pti? Siz shopringiz bo'lamanmi? Siz olib yuramanmi? Baxtimizga nima aloqasi bor mashinani? Bezbetli ham evi bilan-da. Bo'ldi, senga beradigan qizim yo'q. Tur ketdik. Mashinani ham dami qo'yib yuboribdi qizim. Endi nima qilamiz dada? Ey, mashinalardan o'rnating. O'zimizniki bo'lsa ham jahon standartlariga javob bera oladi. Yamalarda ko'rmaganday o'tib ketadi. Sizning mashinangizda dami chiqdimi? Menga qizingizni bermasangiz, hayotingizni ham dami chiqib ketadi. Hayvon, yana tishingni yuvmasang, mashinani oqartirib qo'yaman yana. Bundaqchi? Ana krasavchik bo'lding. Akin qaytada haydab yuribdi. Haydarlarga beraman-da. Sarrepdan ketasan-da. Ey, kamina g'alaba qozonadi. Tomosha qil derazadan. Quyosh qilar jiz. Dadan keldi, qiz. Ha, o'g'iltoy yarim kechasi qo'y yog'iga yuribsizmi? Otaxon chumiydigan narsangizga aralashmang, bu yerda rep battle bo'pti. Repmi? Qahmanda o'qilaman, qarab tur. Rep aytaman, eshit hayotda dog'i, eshitganlarni gullaydi bog'i. Sen yurgan yoshlik chog'i, Eminemni men ko'targanman, qo'y yog'i. Ko'z tegmasin o'zimga. Round hida. Yomon qildi otaxon. Pato yordingiz lekin, sizni bu yo'l kelajak kutyapti. Uyga borgan seni katta narsa kutyapti hayvon, maytay plos.
Cherry'ni mashinalari zo'rda o'g'lim, yig'ib qo'ygan pulim bor. Bitta mashina olib chiqay, sen mana yerda o'tirib tur. Давай, pap. Mashinani qara, asalligini. Assalomu alaykum, nima xizmat? Qizimchicha yig'ib qo'ygan pulim bor, ikkita shunga mashinani mo'shnilardan ko'rsatib yuboring. Xo'p bo'ladi. Bu avtomobilimiz Tiggo 2 Pro avtomobili. Chiq ekan, seni. Vo, bu Cherry'ni qanaqa modeli? Bunisi Tiggo 7 Pro. Hozirgi ko'rgan ikkala avtomobilingizni ham boshlang'ich 25% dan to'lab, qolganini 5 yilgacha bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Rostdan boshlang'ich 25% dan to'lasam bo'ldimi? Yuring, oladi seni. Qizi vodiyda filiallar borligini umuman bilmagan ekanman. Albatta, Andijonda ham, Farg'onada ham, Namanganda ham Cherry'ning filiallari bor. Ha, vodiyliklarga maza bo'pti-da. Bo'ldi, rasmiylashtiramizmi unda? Bo'ldi, qizim, mana yig'ib qo'ygan pullarim bor. Cherry lady. Dada mashinangizni pulini prodyuserimga tikib yubordim, uzr. Qizim, ambulatoriyaga admin bo'ladigan odam bor ekanda, yerda kelim mana. Olmab, mashina olaman o'ylaydi, qanaqa mashina olding? Gibrid. Gaz bersang ham yuraveradi, ovqat bersang ham yuraveradi. Stressga chiqma, gay, sen chetga ol. Mashina olib minib yuraman deyapti-da. Pap, yangi stilimga nima deysiz? Irayni hammasi deyman, ko'tarishdi, hayvon. Ali Tabibinskiy ishga tushdi. Bemorlar kelinaveradi. Kimni abati? Sizda nima kasallik? Ya menda kasallik emas, mani bolam kvadrober bo'lib qoldi. Bobik, aka. Brat, unaqa ishlarga meni aralashtirmang. Keyingisi. Sizda nima kasallik? Tabib, bir oydan beri uxlamayman. Uyqusizlik kasalligiga uchraganman. Men sizni bitta uxlatib qo'yaman, ishani. Ustiga adyol tashab qo'yinglar, baza qilib uxlasin. Keyingisi. Sen qo'yag'i bilan o'tgan safar ichishga qarshi lecheniya qiluvdi, to'g'rimi? Bitta ichadigan bo'lsa, bitta barmog'ingni uydagilarni kesib yuboradigan edi. Nima bo'ldi? Vo, onasini ham sen qo'yag'ida barmoq qolmabdi-yu. Oyog'imdagi barmog'im ham qolmadi. Lekin maza qilib ichkim kelyapti-da, Tavuk tog'a. Nima tavsiya berasiz? Hozir bitta barmog'ingni kesib yuboraman, ichish tugul hayotga ham qiziqishing qolmaydi. Yo'qol hayvon, ko'zing go'laymi o'ligi. Endi jicha kutib turasizlarda bemalol, bizda obed. Sizlar ham mana raya suvlardan ichinglar, o'zimiz Anjanda ishlab chiqariladi. Tabiiy zamzam suvlari qo'shilgan. Oyog'im qiziyaptimi? Tur yo'qol, itga o'xshagan hayvon. Oling bana kvadroberni. Yashamaylik ekanda. Bugun O'zbekiston Portugaliyani qo'y yog'isini chiqaradi. Komil! Kechir meni hayotning nodon bolasi. Qadringni bilmadim, ey birinchi yor. Satak, yurmay futbol ko'ramiz. Xotin endi uzr, O'zbekiston o'ynaydi-da. Yetda kelib qo'ydingmi deymanda, omma monitorni zo'rini o'rnatibdi. Bugun futbolda qichig'i bo'ladi. Va rais bor ekan, men ham futbolni cho'tga o'ynayman, bitta ko'ring. Skoriy chaqiringlar, kim ichirdi bunga? Futbolchi degan manaqa bo'ladi. Men mahallani komandasiga legioner olib keldim. Katta transfer qildim, qarab turish. Mana bolani qo'shni mahalladan 2400 so'mga sotib oldik. Hozir driblingni ko'rib chiqamiz. Pulga kuydik. Yuring sekin, ha. Nima bo'ldi bunga? Ha, rais bu Ronaldo muxlisi. Kecha Messi 2 ta o'yinda 5 ta gol urgan ekan, mazasi qochib qoldi. Bugun o'zbeklar Ronaldo'ni qamanda o'qiladi, komaga tushirib qo'yadi. Rais bu yoshingiz 69 da bo'lsa ham, shosharingiz qop-qora, cho'tga turadi. Buni siri nimada? Ha, hayvon 8000 galik 2 litrli shampunlardan ishlatmasdan, manaqa HSRV degan original shampunlardan ishlat, soch tanlamaydi. Sochni ildizini mustahkam qiladi, yallig'lantirmaydi. Hidi ham qichiq, uzoq turadi. Nomi esingdan chiqmasin, magazinga borganda makillamagin. HSRV. Ha. Futbol vaqti ham bo'lib qoldi. Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 23-iyun, seshanba. Bugun O'zbekiston bilan Portugaliya o'ynaydi Rolando. Tufligim ko'rindimi? Ko'z tegmasin, mahallamizni blogeri zo'r ijod qilyapti. Podpiska tashab qo'yish. Rais boshlandi. Ronaldo qoch sonib kelyapti. Bo'pti. Nima qilyapsiz? Ha, basharani tozalab bering dedingiz. Bu basharani qaynatish kerak. Qo'lingizni torting, qo'pol. Uka, mijozlarga qo'pollik qilyapsan, ishdan bo'shading. Pashole. Menga umuman vaqt ajratmaysiz. Qachon qarasa kompyuterxonada yurasiz. Bir haftada bir marta ko'rishamiz. Jonimga tegib ketdi.
Seni jag'ing tinami? Jag qilaverasan. Botoks qilib qo'yaman lavingni. Namuncha qo'polsiz? Boring, yo'qoling. Ukalarim mashtarimizni tushirib beringlar, pullaringlarni beraman. Nima uchun qo'polsan? Ishlamayman sen bilan. Uka, sen chelak pavukka o'xshab sakraysan hozir. Ishlar, mana ko'ringlar. Bitta sakra ber. Ey, yosh bolalar bilan nima qo'pol hazil qilyapsan? Ma'mur aka, bolalar bilan hazillashib o'ynayapsiz. O'z qayerga ketyapsiz? Ha bu mashinaga yangi balon ko'rib kelay deb ketyapman-da. Ma'mur aka, mana barshinalardan ishlating, jahon standartlariga ham javob bera oladi. Yamalarni ko'rmaganday o'tib ketadi. Dadaman bitta balon qo'ydirgan ekan, bir oyga qolmay lisiy bo'lib ketibdi. Barsdan olib kelyapman meni. Ha bo'pti, barsdan olaman bo'lmasa. Navbat aka, assalomu alaykum. Olmazdan bitta bering. Yo'q. Tiqilib qo'ydi. Navbat aka, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Unaymi? Nima qiling? Nima turing? Nig'mat aka o'pka chiqib ketdimi? Top o'tdi Messiga va shu joyda Messi hal qiladimi? Albatta hal qiladi. Shu payt ham xista edim, Daho, ha. Volet ham yerda ammasinikida joylashganda posh. Qorbi, Salomat bo'ling. Qaytib ketdi. Mahmudov? Mahmudov, yaxshimisan? Domla, keling. Assalomu alaykum ustoz. Mahmudov, bugun qorovulakansan. Bitta o'zing qo'rqmayin deb sherigiga keldim. Buni shaptir. Hojatga o'tib kelay. Bo'pti. Vo'jora. juda yaxshimisan? Nodir ustoz bugun o'tib qolibdilar. Ertalab ta'ziyaga o'tib kelamiz. Domla men bilan, Hozir hazilni aytaman. Bo'pti, boshqalarga telefon qilishim kerak. Mahmudov, kim bilan gaplashyapsan? Endi xafa bo'lmaysan, Mahmudov darsda bolalarga baqirib o'rganib qolibman. Chiq o'tiraman demaysan, chiq. Senga nimadirlar olib keldim. Ha, raya suvi, har xil ta'mlari bor. Senga yoqadi deb qovun ta'mlisini oldim. Anjandan chiqadi. Domla men ham Anjandan chiqqanman. Lekin ertaga peshinga chiqmasam bo'ldi-da, domla. Hashalarim rosa ko'p ekan, oyog'imdan mamatala qilib tashadi. Ustoz oyog'ingiz tuyog'mi? Qanaqa tuyoq? Jundor odamman, bilasan. Men hojatga chiqib kelay. Qo'y-ya, qayga ketyapsan? Yaxshiyam tushib ekan. Qo'yog'im chiqib qoldi. Shu zormanda o'lgurdi, qaytib ichsam, it o'le. Mahmudov, u orqangga shuni hozir maza qilib ichardi-ku. Onangni emgir.